Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mamlakatimizda haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish, ziyoratchilarga amallarni munosib va xavfsiz bajarishlari uchun barcha shart-sharoitlar hamda huquqiy asoslar yaratilgan. Qonun hujjatlarimizda ushbu tadbirlarni tartibli, diniy idora vakili ishtirokida fuqarolar hayoti va sog'lig'i xavfsizligini ta'minlagan holda o'tkazishga doir barcha qoidalar belgilangan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 7-iyundagi 364-sonli qaroriga ko'ra, haj tadbiri O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mita va Saudiya Arabistoni podshohligi haj va umra vazirligi o'rtasida har yil imzolanadigan shartnoma asosida O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan amalga oshiriladi. Haj tadbirini amalga oshirish faoliyati bilan O'zbekiston musulmonlari idorasidan boshqa tashkilotlarning shug'ullanishiga yo'l qo'yilmaydi. Umra tadbirlari O'zbekiston musulmonlari idorasi va tegishli litsenziyaga ega yuridik shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 12-oktyabrdagi 668-sonli qaroriga ko'ra, umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish faoliyati bilan Din ishlari bo'yicha qo'mitasi tomonidan berilgan litsenziyaga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlari shug'ullanadi. Hozirda respublika bo'yicha bunday litsenziyaga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlar soni 12 tani tashkil qiladi. Litsenziyasiz umra tadbirlarini tashkil etish ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Xususan, litsenziyalanishi lozim bo'lgan faoliyat bilan litsenziyasiz shug'ullangan shaxslar Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 165-moddasi bilan ma'muriy javobgarlikka tortilib, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravardan 20 baravargacha, mansabdor shaxslarga esa 20 baravardan 25 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Agar litsenziyasiz shug'ullanish juda ko'p miqdorda daromad olish bilan bog'liq bo'lsa, Jinoyat kodeksining 190-moddasiga asosan jinoiy javobgarlikka tortishga asos bo'ladi. Shuningdek, litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risidagi qonunning 52-moddasiga ko'ra, litsenziyasiz faoliyat yuritgan yuridik shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravar miqdorda moliyaviy jarimalar solinadi. Shunga qaramasdan, huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan o'tkazilayotgan o'rganishlarda ayrim yuridik va jismoniy shaxslar litsenziyasiz umra tadbirlarini tashkil etish bilan noqonuniy ravishda shug'ullanib kelayotganligi aniqlanmoqda. Jumladan, oxirgi 5 oyda 26 tadbirkorlik subyektlari litsenziyasiz faoliyat yuritganligi uchun javobgarlikka tortildi. Bundan tashqari, so'nggi paytlarda ayrim tadbirkorlik subyektlari aldov yo'li bilan haj va umra ziyoratini tashkil etib berishni va'da qilib, fuqarolarni Saudiya Arabistoniga olib boryapti va tadbirlarni tashkil etmay, ziyoratchilarni sarson qilib, ularning xavfsizligini xavf ostida qoldirmoqda. Bugunga qadar shunday jinoiy qilmishlarni sodir qilgan 40 nafar shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan bo'lib, ular hozirda tergov oldida javob bermoqda. Fuqarolardan umra ziyoratlarini amalga oshirish uchun litsenziyaga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga murojaat qilishlarini so'raymiz. Shu o'rinda keng jamoatchilikni haj va umra tadbirlarini tashkil etishda qonuniylikni ta'minlashda hamkorlikka chaqiramiz. Bunda haj va umra tadbirlarini noqonuniy tashkil etish holatlariga guvoh bo'lgan taqdiringizda huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda din ishlari bo'yicha qo'mitaga xabar berishingizni so'raymiz.